Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi obyektimizda 500 talik bochka va nasos o'rnatib berdik, 550 talik. Bu yerda ko'chadan kelyapti suvimiz va bu yerda bochkaga ham kiryapti. 500 talik bochkamizga ichkarida poplovimiz bor. Bochkadan chiqyapti va nasos tortib hammomga haydayapti. Bu yerda bez bochka variant qilganmiz. Bu yerda primoy bez nasos variant qilmadik, sababi bu yerda davleniya yo'q ekan. Shuning uchun bez bochka variantni o'zini qilib qo'ya qoldik. Va bu yerda do'stlar, mehnatimizga bir baho berib qo'yasizlar. Bu yerdan ketyapti va hammomga kirib ketyapti. Hammom hali bitmadi. Hammomni отдельный obzor qilamiz inshaalloh. Bu yerdan grantga ketyapti va hammomga qarab kirib ketyapti. Shunaqa do'stlar. Do'stlar, videoga like bosish esdan chiqmasin. Salomat bo'lasizlar.